Ikkinchi nashr. Masal: qurbaqa va chigirtka. Qizilqum markazida tasadduqan uchrashib qolishibdi. Qurbaqa-yu chigirtka. Biridan so'rabdi: "Hoy, birodar, yo'l bo'lsin, qayoqqa?" Javob berishdi: "Ketyapman suv bor joyga." Barallasiga deyishibdi: "Mundoq qarab tursam, ikkimiz ham sakrab yurar ekanmiz. Kel, do'stlashamiz." Do'stlashishdi, yo'l yurishibdi. Suvga yaqin payqagan qurbaqa sakrab chigirtkadan o'zib ketibdi. 180 darajaga burilib, og'zini katta ochibdi. Shu on chigirtka kelib qo'nibdi uning og'ziga. Hech netmay, vijdoni qiynalmay, qurbaqa og'zini yopibdi-yu, chigirtkani bir yalmab yutibdi. Mast, xursand, suvga tusha, vaqvaqalay suzar ketibdi. Shu on suv ostida yotgan pinhon ilon qurbaqaning biqinidan olibdi-yu, dumi bilan oyoq qo'lin o'rabdi-yu, bir yalmab qurbaqani yutibdi. Masaldan xulosa o'zingizga havola. Iltimos, layk bosishdan erinmang. Ali